Mana u 5 million. Bu 5 million yana 10 million. Rahmat. Assalomu alaykum. Do'stlar, ko'ringlar. Oh. Sekin mani. Voy ona qizlarim, voy shirin qizlarim. Olib keling tog'asi, zo'r shirinliklar olib keldik. Do'stlar, doktor ozginaga yurishga ruxsat beruvdi. Shunday vaqtdan unumli foydalanaylik. Shu bolajonlarni bir duosini olib ketaylik dedik. Ona qizlarim, mana bu narsalar olib keldik, qani. Oh, shirin qizim. Assalom. Qani. Mana dadashi o'g'li. Hozirda bu bolajon bilan bu qizaloqda shuni boquvchilar yo'q, onalarini qaramog'idalar. Sen ham hozirda shu xonada bitta xonada dedingizmi? Ha, bitta xonada Nechta jon turibsizlar? 7 ta. Bitta xonada 7 jon turibsizlar farzandlaringiz bilan. Ha. Ardachicha qurilishga ko'zim tushdi. Hali u tamomlanmabdi, bitmabdi. Ha, bitmagan. Xo'p, bo'lmasa biz berilgan zakot bor edi. Bundan sizlarga lozim deb topdik. Rahmat. Mana u 5 million. Bu 5 million yana 10 million. Rahmat. Xudo xolasa eshik romlaringiz bilan sualaringizga do'stlar ehson berganlar qutuldi. Biz tutildik. Omonatlaringiz shunday joylarga kelyapti. Qarang, hozirda shu bitta xonada 7 ta jon turilibdi. Siz biz qanday sharoitdamiz? Nimalar yeyapmiz? Bir tafakkur qilaylik. Biz o'z aslida faoliyatimizni to'xtatgan edik. Berilgan shu omonatlar bo'lib qolgan. Shuni yetkazib qo'yaylik deb to'g'ri yana zo'r g'alatan bo'lsa ham chiqdik. Do'stlar, bu qizaloqlarimizni xursandchiligiga albatta sizlar borsizlar. Bitta like bosib, kommentariyada bitta duo qilib qo'ying. Ular ham uyli bo'lib, xursand bo'lib yursin. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hayrona qizim. Bitta qilib qo'yish qo'lidan. Ani bo'p. Voy. Voy. Voy, maşallah. Bu akamizni protez oyoqlari. O'zlarini oyoqlarini kesib olib tashlashgan. Hozirda ikkinchi oyoqlarini ham kesish kerak, operatsiya qilish kerak, lekin akamizda mablag' yo'q. Bizga berilgan zakot bor edi, shundan akamizni operatsiyalarga deb beryapmiz. Aka, shu bergan odamlarning haqqilariga duo qilib qo'yasiz. Akamiz endi mana hozir pul bo'lsa operatsiyaga borishim kerak deb turganlar. Ertaga endi operatsiyaga borsangiz borib, qarang, shunda holatki insonlar pulim bo'lsa mashina olaman deymiz, yoki bir uy quramiz deymiz, yo bir o'ylagan orzularimiz bor. Akamiz pulim bo'lsa oyog'imni oldiraman degan orzulari bor. Orzuni qarang, pulim bo'lsa shu oyog'imni kestirardim deb turgan insonlar ham bor oramizda. Qancha shukr qilsak, qancha sabr qilsak kam biz azizlar. Biz yana aytamizki, faoliyatimizni aslida to'xtatganmiz. Shu omonatlarda og'irib hozir zo'rg'a turgan holatda kech bo'lsa-da, vaziyatlarni eshitib kelib, shuni berganlar qutulgan, men ham qutulganman. Shuni tezroq bersam-da, akamiz ham ertaga borib shu jonlariga og'riq kirsa, hozir og'riyapti ekan oyoqlari, endi kesish kerak, jarayon turibdi ekan. Haqqilariga bitta kommentariyada yozib duo qilib qo'yinglar. Shu videoga bitta like ham bosib qo'ying. Ba'zi bir noshukur insonlar ham endi bor oramizda. Ko'rsa shukr qilar. Shu videomiz qancha ko'proq tarqasa, inshaalloh bir yaxshilikka bo'ladi. Biz qo'limizdan kelganicha shunaqa berilgan omonatlarni o'z egalariga yetkazib qo'yishda bemor holatda bo'lsa ham harakat qilyapmiz. Yana aytamiz, faoliyatimizni to'xtatganmiz do'stlar. Duo qilib turinglar. Alloh yaxshilikda qilsin. Rahmat hammalaringizga. Nigora, mana donorlik bo'ldi, operatsiyalar tugadi. Endi yana orqaga qaytsak. Siz donorlikka qon guruhingiz tushdi. Endi mablag' masalasi bo'lyapti. Bu juda katta pulda, milliarderni ham yiqitib qo'yadigan pul. 30 ming dollar, 25 ming dollar degani og'zimizda bir burchidan chiqib ketadi, lekin juda katta pulda. Shunda sizlar kimdan yordam ola oldilaringiz shu pulni eshitgandan keyin? Bu yerga kelishimiz aniq bo'ldi, hamma narsa tayyor, lekin mablag' tomonlama ishi yana ozgina qolganda nima qilishimizni bilmay turgandik. Alloh yaxshi insonlarni sabab qilib bizga ko'mak berdi. Ularga, yaxshi insonlarga va alohida Marg'ilon saxovatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu kunlarga yetishimizga ularning ham hissalari katta. Alloh rozi bo'lsin, bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin deb qo'yaman. Xalqimizdan ancha yordam bo'ldimi sizlarga? Xalqimizdan yordam bo'ldi. Endi shularning yordamlari, duolari, yaxshi niyatlari bilan birga shu kunlarga erishib, kunlar sanab kutgan kunimiz keldi.